8-mart bu romantiklik, gullar, bahor, ochilish bayrami emas. 8-mart bu ayollarni siyosiy, huquqiy, iqtisodiy jihatdan teng bo'lishi uchun kurash olib borilgan kun. Hozir-ku biz ayollarga mazza. Xohlasak ishlaymiz, xohlasak ishlamaymiz. Oyligimiz erkak yoki ayol jihatidan har xil emas. Oldingi paytda ayollarni hattoki o'zini pasporti bo'lmagan. Ya'ni ayol kishi faqat erini pasportidagina nomi qayd qilingan bo'lgan. Agar eri bo'lmasa, otasini nomidagi pasportda qayd qilingan bo'lgan. Agar o'zini vaqtida deklaratsiya etgan Roza Lyuksemburg va shunga o'xshagan vajniy ayollarni evolyutsionniy vыступлениялari va kurashlari bo'lmaganida, biz ayollar haligacha ikkinchi sort narsadek qaralgan bo'lardik butun jamiyatda ichida. Va 200 yil oldingi kurashlardan so'ng biz axiri teng huquqli, so'z erkinligi bor, o'zimizni nima xohlasak kiyadigan, nima xohlasak gapira oladigan kunga yetib kelganimiz uchun hammani 8-mart bilan tabriklayman.